Oyi, skoro chaqiring. Mazamni. Oilada katta farzand bo'lsang, nimalar bo'ladi? Turaningdan ayni qiziq joyga san qiliq qilasan, mol. Tur. Kino qiziq joyini shuni o'tkazib yubordim, qaytadan ko'raman endi. Birinchi navbatda sana ahvoling bilan umuman hech kimni ishi ham bo'lmaydi. Sen mehnat uchun yaralgansan, lekin sana o'zingni puling yo'q. O'ylik oldingmi? O'zi Svetni pulini berishimiz kerak edi, kecha kelishdi. Gazni ham pulini to'lash kerak, kam qolgan. Bitta bozor qilish kerak, o'yiga hech yo'q bacham. Rahmat, baraka. Men ketdim bozorga. Opajonim mani, как раз kontraktimni pulini berishim kerak edi. Rahmat. Hech kim yo'qmi? Qizlarga yoqaman juda qattiq. Zap. Meniki emas bu, opa, meniki emas. Sen sigaret chekak Meniki emas bu. A kimniki bo'lmasa? Onamniki. Onamniki? O'zi onangni ko'rdim senga. Onamga aytib beraman. Nimaga uribsan ukangni? Onajon, bu nizmani sigaret chekyapti. Bu sigaret Ukang nimadir qilib qo'ysa, ukang emas, sen aybdor bo'lasan. bu chekmaydi bacham mana. Ovqat. Kamronjon, senga mazali ovqat pishirib keldim. Mana mochidim. Oyi, mana mochidim. Turizm ovqati sizga katmata qiz. Shu yetigi bu-da. Yemas ekan bu. Takasalda. Shirin mazali ovqatlarni onang sen uchun emas, ukang uchun pishirib qo'yadi. Asan bechara ukangdan qolgan ostatkalarni yeyaverasan. Shirimanga qara, ukangga biror narsa olib ber, kiyim yo'q. 3 kundan beri bir xil kiyimda bo'lib keladi. Rostami onajon? 5 yildan beri yirtiq maska bilan yuribman. Kamida ikkinchisi ham yo'q. Bibing ko'radimi? Bibing ko'radimi naskingni? Qolgan oyligingdan kiyim olib ber ukangga. Men o'yligim bir qolganda o'yligim qolmadi-ku. Opa, taksizni ham fuqsiz olmas ekan, siz ham avradan kiyinasizmi? Menga qara, tez kiyimlarni tanladi, sur buyurdim. O'z qasdiga eng qimmat narsalarni tanlayman. Voy Alloh, sen meni tupoy deb o'ylayapsanmi? Aurada kiyimlar sifatli bo'lishiga qaramasdan, narxi unaqa qimmat emas. Qimirla. Yo'q, opa, bu yerda такой klassik oyoq kiyimlar ham bor ekan, kostyum shimlar ham bor ekan, klassika deysizmi, sportivni deysizmi, hamma kiyimlar bor ekan. O'zi hammasidan bitta olaman. Nima? To'ying bo'lyaptimi? Opa, bitta gap aytaymi? U kuni o'qishimga deb pul olgandim-ku. Mana shu obrazni qizchamga olib bergandim. Voy iflos. Iflos undan ko'ra auradan opangga bitta obuv olib ber. Halatta xotin quli. Undan ko'ra onangga bitta kiyim olib ber. Onamga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ha katta bo'lsa bera переделка bepul. Aura oilaviy kiyimlar do'koni. Otangami, onangami, xolangami, bolangami, любой kishiga kiyim topib olasan. Buxoroda ikkita filiali bor, Samarqandda bitta. Opa. Qilmamonga, men seni opangman. Теперь давай танцуй.